Tarkib demak 10-masalani yechamiz. Tarkibda 25% kaliy piramid bo'lgan eritmaga suv qo'shilganda konsentratsiya 5% ga kamayadi. Hosil bo'lgan eritmaning massasini toping. Demak bizda bitta tavsilmoqli joyi konsentratsiya 5% ga kamaydi. Keyin bilishimiz kerak, bu masalada kaliy piramid suvlarga ketmaydi, chunki eritmasi deyapti. Demak, eritmasi bo'lgandan keyin bizda masalada son yo'q. O'zimizdan x gram deb olsak bo'ladi. X gram eritma olsak, ichidagi tuzimiz 0.25 x gram tuz yoki kaliy piramid deb olsak bo'ladi. Keyin bizda hosil bo'lib qoldi 20%, ya'ni 0.2. Qanday bilyapman? Buni 25% edi, 5% ga kamayib 20% ulushga qo'yganda bizga bo'lsa 0.2 x gram eritma bor, unga 25 gram suv qo'shildi. Dastlab tuz qo'shilmagani uchun ichidagi tuz o'zgarmagan. Dastlabki tuzimiz 0.25x edi. Ko'paytirsam 0.2x 0.2x dan 0.2x plus 25 50 bo'lsa 5 teng 0.25x x topib qo'yadigan bo'lsam 100 kelib chiqadi. Ya'ni 0.25 dan 0.2 0.05 5 ga bo'lsam 100 chiqadi. Bu suv qo'shildi. Bu suv. Kechirasizlar. Dastlabki eritma. Dastlabki eritma bo'lgan bo'lsa, biza hosil bo'lgan eritma massasi so'rayapti. Demak, 100 gram dastlabki eritmaga qo'shilyapti, 25 gram suv. 125 gram hosil bo'lgan eritma. Javob C.